Nima deb o'ylaysiz? Sug'urta kerakmi bizga, kerak emasmi? Kerak. Qaysi vaziyatlarda? Ko'p vaziyatda kerak. Masalan, o'zingiz sug'urta qildirganmisiz? Yo'q, sug'urtada ishlayman. Sug'urta kerak обязательно. O'zingiz sug'urta qildirganmisiz? Mashinalarni Mashina qildirilganda. o'zingizni Vipolsusdan 1 daqiqa ichida sug'urta qildirib olsangiz bo'ladi. O'zingiz sug'urta qildirganmisiz? Anaqa qaysi kompaniyada qildirgansiz? Vipols. Vipolsdan qildirganmisiz? Men bu Vipolsdan qildirganingiz uchun sizga Vipolsus sug'urta kompaniyamizdan sizga sovg'amiz bor. Rahmat. Kerak, albatta. Agar sug'urta ham o'z ishini to'g'ri qilsa, masalan, avariya bo'lib qolsa, sug'urta polisidan pul undirib bo'lmaydi-da, hech qanday. Yugurish mumkin. O'ragarchiligi ko'p. Bizni Vipolsus sug'urta platformamizdan onlayn o'zingizga sug'urta qilib olsangiz bo'ladi. Bu sizga sovg'a. Albatta kerak. Hamma davlatda bor. Lekin O'zbekistonda ko'rmaganman hali hech kim o'zini sug'urta qilganini yoki nima qilgan. Lekin kerak. Bizda hozir platformamizda bor, Vipolsus degan platformamiz bor. App Store'dan yoki Google'dan bemalol tortib o'zingizni 1 daqiqada sug'urta qildirib olsangiz bo'ladi. Bu bizning platformamiz. O'zingiz xohlagan paytda o'zingiz sug'urtalab oldirsangiz bo'ladi. Va biz sizga sug'urtadan pul olishga ham yordam beramiz. Aha, rahmat. Bo'ling, charchamang. Agar siz ham o'zingizni sug'urta qildirmoqchi bo'lsangiz, Vipolsus platformasidan 1 daqiqada sug'urtangizni oling.